Mana er-xotinlik huquqlarini jihozi chuqur o'qishadi-yu. Agar yaxshiroq o'qisa, shunda bitta bandi bor. Erkakning burchlaridan biri ayolning tarbiyasida qoyim bo'lish degan. Ya'ni u tarbiyaga salohiyatli bo'lish kerak. O'g'il tarbiya qilayotgan onalar o'g'ilni shunaqa tarbiya qilish kerak. U erkak bo'lib katta bo'lish kerak. Yaxshi, hozir mana shunga e'tiborlar bor, lekin ba'zi bir oilalarda ko'rasiz, ayollarimiz erkakning eng katta kushandasi onani o'zi bo'ladi. O'g'ilmas qiz bola tarbiya qiladi. O'g'ilmi qizmi farqi yo'q uni. Aytganini qilsa bo'ldi. Bitta ona ham aytayapti. Xotinini, kelinni haydayapti ekan o'zi. O'g'lingiz nima deydi? O'g'lim men 30 ga kirgan juda yaxshi bo'laman, chizgan chizig'imdan chiqmaydi deydi. Ha, bo'ldi, bu ish bitib bo'lmasa. O'zining mustaqil fikri yo'q. Bitta haqiqatni bilish kerak. Alloh subhanahu va taolo dunyoni, mana insonning miyasini ikkiga bo'lib qo'ydi-ku, yarmi yodlashga, yarmi fikrlashgami? Dunyoning ishlarini ikkiga bo'lib qo'ygan. Yarmiga erkakning aqli, yarmiga ayolning aqli ustun hisoblanadi.